Xo'p do'stlar, boshlaymiz. Men bu yoqqa qarayman, chunki bu yoqda ekran zapis qilyapman. O'shaning uchun bu yoq monitor bilan ishlayman. Bu narsani keyinchalik to'g'rilaymiz, chunki monitorimda ozgina muammo bor. Xo'p, bizga birinchi navbatda kerak bo'ladigan para bu USD JPY parasi kerak bo'ladi. Bu USD JPY parasi dollar Yapon yenasi degani va mana bu sessiyani yoqib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu chizuvchilar. Sessiyani yoqishni bilsanglar kerak. Mana bu настройки kirasizlar, больше настроек, undan keyin событияga mana bu граница sessiya turadi. Buni xohlasanglar o'zingizga yoqqan rangda qilib olishinglar ham mumkin. Va undan keyin buni mana xohlaganingizcha qilib olasizlar. Xo'p, bu настройка qilib oldik va bizga 1 soatlik time frame kerak bo'ladi, 1 soatlik. Va mana bugungi kunnikini ko'ramiz. Mana hozir aktiv ishlab turibdi. Qaranglar, 1 2 3 4 5. 5 ta sham saniyamiz xolos. 5 ta sham. Xo'p. Mana maksimumiga bitta, maksimumiga bitta liniya tortamiz va mana shu 5 ta shamni ichidagi eng minimum 1 2 3 4 5 mana minimum bo'lsa, mana shu yerga bitta tortamiz. Mana minimumga. Va qaysi tomonni birinchi yoradigan bo'lsa, o'sha tomonga qarab savdoga kiramiz. Xo'p, mana bu tomonni birinchi bizda va ketdi. Lekin bu yerda tasdiq berilmagan. Tasdiq yo'q. Ya'ni chunki bittada yorib ketgan. Balki tasdiq bordir, hozir ko'ramiz. Xo'p, 1 soatlikda qaradik, tasdiq berganmi, yo'qmi? Xo'p, bu yerda tasdiq bermasdan ketibdi, adashmasam. Tasdiq yo'q. Tasdiq bermasdan ketibdi bugun. Aslida tasdiq bilan savdoga kirish kerak. Ya'ni bir marta buzadi va yana qaytib kelib tasdiq olib, keyin savdoga kirilish kerak. Xo'p, kechagi kunnikini ko'ramiz. Xo'p, 1 2 3 4 5. Mana shu 5 ta shamdan eng baland nuqtasiga tortamiz va eng past nuqtasiga, xo'p, 3 2 bo'lsa mana. Bu yerda mana ko'rayotganinglardek buzgan va mana bu joyda tasdiq bilan savdoga kirilgan mana. Ko'ryapsizlar, ishlab bergan. Xo'p, undan keyingi kunnikini ko'ramiz endi. Xo'p, 3 2 mana bunda qo'yaylik. Tak, 3 2 mana pastidan bitta tortamiz va maksimumdan yana bitta tortamiz. Mana maksimum va mana buzgan, tasdiq qolgan, ketgan. O'zingizlar uchun yana shunaqa sinab ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, endi yana bitta qisqacha sizlarga kichik reklamachi aytib o'tmoqchiman. Agar sizlarda boshlang'ich depozitga pulingiz kam bo'ladigan bo'lsa, pastda link qoldiraman. Shu broker orqali sizlar hisobingizga $100 pul solsanglar, $200 bo'lib tushadi hisobingizga. U nima uchun kerak bo'ladi? Как sizlar $200 bilan savdo qilib olsanglar, misol uchun hisobingizga $100 minusga kirsa, pulingiz uxlab ketmaydi. Yana bu yoqda $100 zapaskaga turadi. Lekin sizlar qancha pul solsanglar, o'shani teng baravari birga bir bo'lib tushadi. $500 gacha. $500 solsangiz, $1000, $200 solsangiz, $400. Quyidagi havola bor. Pastda o'sha havola orqali kirib savdo qilsanglar bo'ladi. Mana original Instagram, Telegram, Instagram kanallarimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki bundan bu yog'iga faqat men sizlarga strategiya beraman va strategiyani ishlatish kursini beraman do'stlar. Ko'plab strategiyalarni tekinga beraman, o'shaning uchun mana kanalimga a'zo bo'lib olishni unutmanglar.